Annyeong yorobun, hammaga assalomu alaykum yaqinlar. 106-xalqaro PBT topik imtihoni testimizga kabinet ochish registratsiya sanalari e'lon qilindi. Ya'ni kabinet ochish 2-fevraldan 8-fevralgacha davom etadi yaqinlar va 13-fevral kuni ya'ni registratsiya sanasi bo'lib o'tadi. Ya'ni 13-fevral registratsiya sanasi soat 7:00 da bo'lib o'tadi. Hamma ulgurib qolishini tilab qolamiz va eng asosiy narsalardan biri shuni unutmangki, to'g'ri ma'lumotlarni kiritib o'ting. Misol uchun emailni ham va telefon raqamlarini ham to'g'ri ma'lumotlarni kiritib o'ting va qisqacha biz qanaqa qilib registratsiya, qanaqa qilib kabinet ochish bo'yicha video qo'llanmani yozdik. Video qo'llanmani olish uchun kommentariyaga topik so'zini yozib qoldiring. Biz sizga yuborib qo'yamiz. Batafsil to'liq noldan video qo'llanma. Xo'p, keyingi masala to'lov sanalari, ya'ni topikka registratsiyadan o'tganingizdan so'ng, muvaffaqiyatli o'tganingizdan so'ng 16-fevraldan 27-fevralgacha taxminan o'sha vaqt ichida to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Agar to'lovni amalga oshirmasangiz, keyingi registratsiyalarga, keyingi imtihonlarga kiritilmaysiz. O'sha narsani unutmang. Ya'ni nomingiz qora bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, testimiz esa, ya'ni PBT imtihoni testimiz 17-may kuni, yakshanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Yakshanba kuni bo'lib o'tadi. O'sha kunida bo'lib o'tadi. Ya'ni PBT imtihon testimiz. Xullas, yaqinlar, agar savollaringiz bo'lsa bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha batafsil yordam berishga harakat qilamiz, yordam beramiz va yana bir yangilikni aytib o'tib ketmoqchiman. Yaqin orada ushbu kanalimizda onlayn darslarimizga topikdan 1-2 olmoqchi bo'lgan va undan yuqori ball olmoqchi bo'lgan, ya'ni darajani qo'lga kiritmoqchi bo'lgan o'quvchilarga yangiligimiz, ya'ni onlayn darslarimiz boshlanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Registratsiyadan o'ta olmaganlarga mana shu gap. Voy bechora, voy sho'lik, qo'y, xafa bo'lma. Uning olonsa. Dorvozga shogird tushib, nihobadan ishdan chiqib beradi. Mazaq deyveradi.